Assalomu alaykum barchaga. Mani kuzatuvchilarim, yaqin opa-singillarim. Kechagi videomdan keyin juda ham ko'pchilik menga negativ va o'zini fikrini bildirgan holda kerakli maslahatlarni yozishdi. Kattakon rahmat. Men qizimni o'sha ID kart, временный propiskasini oldim. Xavotir olmanglar, hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Lekin ba'zi bir savollarga to'xtalib o'tmoqchiman. Kechagi mani videoyimdan keyin pastdagi kommentariylarni o'qiganimda ko'pchilik huzur bo'libdi. Otasidan mahrum qilib norozi qilgandan keyin shunaqa bo'ladi deb. Endi qaranglar. Otalik mahrumi qachon bo'ladi? Otalik mahrumi agar bir fuqaro, ya'ni ona chet elga ishlagani ketganida farzandini olib ketolmaganda, o'shanda sud orqali, O'zbekiston Respublikasidagi sud orqali ajrimdan keyin otalikdan mahrum qilinadi. Otalik mahrumi qay tarzda qilinadi? Aliment to'lamaganda va chet elga olib ketolmaganda otalikdan mahrum qilinadi. Otalik mahrum qilingandan keyin umuman otalikka da'vo ocholmaydi va otalikka ega bo'la olmaydi. Lekin shu tarzda ham aliment davom ettiriladi. Aliment davom etdi. Hech bir anaqasi bo'lmaydi uni. To'sqinligi bo'lmaydi. Faqatgina ona chet elga ishlagani ketganda farzandini balog'at yoshiga yetmagan farzandini olib ketish niyatida bo'lganida o'shanda otalikdan mahrum qilingandan keyin chet elga ona o'z farzandini olib keta oladi. Men nimaga otalikdan mahrum qilganman? 9 yil alimentni kutib yashadim. O'zi alimentga qarab qo'yadigan joyim yo'q edi. Prosta qizimni yonimda bo'lishi uchun yiliga bir marta O'zbekistonga boraman. Qizimni o'shanda ham bir hafta, bir oyga borganimda qizimni yiliga bir marta ko'rganimdan keyin qizim yonimda bo'lishini xohladim. Ya'ni o'zim ishlaganimda yonimda maktabga, o'sha Turkiyada, Istanbulda yonimda maktabga joylashishni niyatim bor edi. Shunda majburan men otalikdan mahrum qildimki, qizimni Istanbulga o'zim bilan birga olib keldim. Shu darajada borganim sababi chunki ota yo'q o'rtalikda va aliment to'lamayapti. Ona chet elda rasmiy, ya'ni ishlash faoliyatini davom ettirib qizini, o'z farzandini ko'ra olmagandan keyin majburan olib kelish uchun bu otalikdan mahrum qilib olib keldim. Bu degani umuman otasini norozi qilib yoki bo'lmasam umuman otasi yo'q sifatida qilib bu narsa degani emas. Faqatki qizim yonimda bo'lishi uchun otalikdan mahrum qildik. Shu darajada borgandan keyin shu bu qonun bo'lganida ancha yillar bo'lgandi, buni bilaman. Чтобы Turkiyada yashash uchun agar farzandingizni olib kelganingizdan keyin otasini доверенности, ajrim haqida qog'ozlarini borligini bilaman. Men juda ham yaxshi bilaman. Men 4 yildan beri qizimni ID kart, временный propiskasini Istanbulga normalniy holatda ajrim qog'ozim bilan va otalikdan mahrum etilgan qog'ozlari bilan olib kelgan edim. Prosta 2025-yilga kelganimda men shu qonun sal o'zgartirishlar bo'lganligi sababli, ya'ni otalikdan mahrum qilingan qog'ozini ko'rsatsam ham, hattoki ajrim qog'ozini ko'rsatsa ham davlat ID kart, временный propiskasini bermayapti emas. Pochtaga topshiryapti, pochta bermayapti. 2 marta pochtaga bordim, bermadi. 3-martasiga borgandan keyin men yonimda, men bilan birga ishlaydigan turk fuqarosi, turk odam bilan birga borgandan keyin beryapti. Yana qanaqa beryapti? Uzr so'rab beryapti menga. Endi qaranglar, men bilaman, что доверенность agar otalikdan mahrum qilinmagan bo'lsa, doверенность bo'lishini bilaman. Hamma joyda otalik doверенностьni so'rashligini juda ham yaxshi bilaman. Men qizimni qanaqa qilib bo'lmasa Turkiyaga, Istanbulga olib kelgan.
qanday qilib shu otalikdan mahrum qilingandan keyin olib kelganman. Otalik mahrum qilingandan keyin ona hamma narsaga ega bo'ladi farzandini. 18 yoshigacha o'sha qaramog'ida bo'ladi. Ota bo'lmaydi qaramog'ida. O'shaning uchun menga ba'zi negativlar, pozitivlar, men bu SMS lichkamga SMS yozdinglar, rahmat kattakon podдержка uchun. Hattoki menga Istanbuldagi konsulsdan ham telefon qilishdi, bir yordam kerakmi deb. Lekin men kecha olib bo'ldim. Men prosta 2 marta borganimdan keyin meni ovora qilib, meni bermaganlikdan keyin men yig'lab stress bu kechagi videoni qo'ydim. Qo'yganim sababi ki bilishsinki, shunaqa qonun chiqibdi degan nimada ma'noda qo'ydim. Aslida u videoni men bugun silishim ham mumkin edi, udalit qilishim ham mumkin edi. Men o'tda yomon gaplar gapirmadim yoki bizning respublikamiz tarafidan yoki Turkiya tarafidan yomon gaplar gapirmadim. Prosta chet eldan kelgan O'zbekiston bo'lsin, boshqa nimalar bo'lsin, yabanchilarni rosa qiynashyapti. Bu dokument keltirib, bu dokument keltirib, o'zi hamma dokument joy-joyida. Shu paytgacha ID kart, временная propiska berilgan. Bugunga kelib bermaganiga shunga menga alam qilib, men kecha video qo'ygan edim. Hammaga rahmat. Menga lichkamga, directimga rosa ko'p SMSlar keldi. 300 ta 400 taga yaqin SMSlar keldi. Hammaga javob bera olmadim. Fikringlar uchun rahmat. Yozgan anaqaliklar uchun sizlarga rahmat, yordam uchun va konsulsimizdan ham telefon qilishdi menga. Kattakon rahmat. Hozirgi hamma dokumentlarimiz joy-joyida, ishlashni faoliyatimiz davom ettiryapmiz. Endi men hali keyin bu narsaga hali bir postdan keyin to'xtalib o'taman. Yomon kommentariy, ya'ni negativ kommentariyalar uchun hali bir postdan keyin o'zim ham to'xtalib o'taman. Barchamiz chet elda yuradigan, Istanbulda ayniqsa opa-singillarimizga kuch-quvvat, baquvvat tilayman. Farzandinglarni olib kelmoqchi bo'lsanglar, 18 yosh kichiklarni albatta agar olib kela olmasanglar, faqat otalikdan mahrum qilgan taqdiringizdan keyin olib kelib bilasizlar. Shuni bilinglar. Otalikdan mahrum qilingandan keyin sizlar onalikka ega bo'lasizlar va butun dokumentinglarni otasizning dovernosisiz, otasini dovernosi hech ham kerak bo'lmaydi. Bemalol dokumentinglarni qilasizlar. Sizlarga rahmat, yaxshi kun tilayman. Salomat bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar.